Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bizani kuzatib turgan obunachilar. Navbatdagi ishimiz Qo'qon 3 ko'prikda bo'ldi. Bu zinamiz tushish chiqish zinasi bo'ladi, ikki tomonlamali zina. 2026-yil 17-fevral seshanba kuni 1,5 kunda tayyorladik shu zinani quyishga tayyor. Inshaalloh hozir quyib bo'lingandan keyin betondagi holatini ham ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Har doimgidek zinamizda supenkalari tikkaligi 15 dan, oyoq qo'ygani 30 sentdan bo'ldi. 6 tadan 12 ta supenka tushgan. O'rtada 1,5 kvadrat, 2 kvadratga yaqin plashatkasi bor. Armaturalarimiz Begavot 12 kilo armatura har doimgidek. Devor beton teshib 15 sentdan kirgizib olamiz ichkariga. Padushka, karimta padushka qilingan. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Bir xil razmerda ikkita lesnitsa ham. Bu yoq mehmonxona. Narigi tomon ayvon. Bu yoqda ham bitta lesnitsa bor. Uni kegirroq qildiraman dedilar. Xo'p, kuzatuvchilar, shunaqa zinalar xizmatlar kerak bo'lsa, albatta Bek zinalarga murojaat qilinglar. Bizning xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab har xil fasondagi zinalarni qilib beramiz. Birinchi etajdan ikkinchi etajga fasadni zina, ko'ma zina farqi yo'q. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelganicha sizlarga yoqadigan qilib shinani bitirib beramiz. Bizani kuzatib turishda davom etinglar. Beton quyilgandan keyingi videosini ham tez orada joylaymiz. Mana betonni ham quyib bo'ldi. Ikkalasini ham kechki soat 4 talab boshlovdi. Soat 4 gacha quyib bo'ldi. Quyib bo'ldik. Nargimizda barchalarga rahmat kattakon. Bizani kuzatib borishda davom etinglar.